millat fidoyilari. Katta leytenant Toshpo'latov Kamoliddin To'xtapo'latovich 1974-yilning 1-mayida Namangan viloyati Namangan tumanida ishchi oilasida tug'ilgan. U 1992-1996-yillarda Toshkent Oliy umumqo'shin qo'mondonlik bilim yurtida tahsil olgan. 1996-yildan O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari safida harbiy xizmatda bo'lgan. 2000-yil mamlakatimizning janubiy sarhadlarida o'zining yovuz niyatlarini amalga oshirmoqchi bo'lgan jangari guruhlarga qarshi janglarda katta leytenant Kamoliddin Toshpo'latov faol ishtirok etgan. U xalqaro terrorchi jangari to'dalarini qidirish va ularga zarba berish maqsadida maxsus guruh tarkibida jangovar topshiriqni bajarish uchun desant ishg'ol harakatlarini bajarayotgan vaqtida qahramonlarcha halok bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoniga asosan Jasorat medali bilan mukofotlangan. Qahramonimizning byusti o'zi o'qigan 24-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabiga o'rnatildi. Beg'ubor bolaligi o'tgan Tepaqiyot mahallasidagi Kamolot ko'chasi nomi Kamoliddin Toshpo'latov nomiga o'zgartirildi. Shuningdek, Chust shahridagi Namangan garnizoni harbiy qismida Kamoliddin Toshpo'latov xotirasini abadiylashtirish maqsadida Mard o'g'lonlar nomi barhayot nomli xotira burchagi ochilgan. Vatan millat fidoyilarini unutmaydi. Ularning xotirasi qalbimizda mangu yashaydi.